Har birimizda hayotimizda shunday insonlarimiz bor. Dugonalarimiz, do'stlarimiz, qo'shnimiz, qarindosh urug'imiz, yaqinlarimiz kim bo'lsa ham bor. Har birimizda hayotimizda shunday insonlar bor. Yo qo'ng'iroq qilishadi, yo tashqarida ko'rib qolsangiz o'zini ichidagi dardini aytadi. Kimnidir farzandi kasal, kimnidir o'zi kasal, kimnidir turmush o'rtog'i pulab kelmayapti, kimnidir barakasi bo'lmayapti, yana o'zini qayerdir joni og'riyapti, yana qayerdadir bir g'alvali shunaqa narsalar sizga gapirib beradigan insonlar bor hayotimizda, har birimizda. O'shanda sizga qo'ng'iroq qilib o'zini dardini aytayotgan insonlar bo'lsa, siz ularda hamma gapini eshitishga majbur emassiz. Uzr, keyinroq qo'ng'iroq qilaman deb qo'yib qo'ya olasiz yoki bo'lmasam ko'chaga ko'rganingizda uzr shoshilib turuvdim deb keta olasiz. Nima uchun bu narsalar kerak bizning hayotimizga? Chunki deganda u sizga boshim og'riyapti dedimi? Sizda ham boshingiz og'riydi. Yuragim og'riyapti dedimi? Sizda ham yuragingiz og'riydi. Oshqozonim og'riyapti dedimi? Sizda ham oshqozoningiz og'riydi. Uyimda barakasi yo'q dedimi? Sizda ham uyingizda barakasi ketadi. Farzandim kasal dedimi? Farzandingiz kasal bo'ladi. Farzandim menga qo'ng'iroq qilmadi dedimi? Farzandingiz qo'ng'iroq qilmaydi. Bu narsani xayolingizdan chiqarmang. Bizda mana bu ongimiz hamma narsani zapis qilib oladi. Zapis qilib olgandan keyin biz ichki dunyomizga bu narsalarni tarqatadi. Bu narsalarni tarqatgandan keyin biz hayotga bu narsalarni o'zimizning hayotimizga olib kelamiz. Nega siz kimlarnidir g'amini, kimnidir dardini eshitib, o'zingizning farzandlaringizga, o'zingizning nevaralaringizga, kelinlaringizga, o'zingizning oilangizga zarar keltiryapsiz? Barakasini yo'q qilyapsiz. Yoki bo'lmasam kasal bo'lmagan insonlarni kasal qilyapsiz, o'zingiz ham kasal bo'lyapsiz, boshingiz og'rib qolyapti. Siz psixolog emassiz. Ularning dardini eshitadigan moshinka ham emassiz. Siz insonsiz. Yomon energiya tarqatadigan insonlardan uzoqroq yurishga harakat qiling. O'zingizni, oilangizni o'zingiz saqlang. Iltimos.